Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan narda o'ynashni o'rganamiz. Mana bu oqlar bizniki, qoralar dushmanniki. Mana endi hozir mana bitta ikkita tosh tashaladi-da birinchi bo'lib. Kimga baland tushsa shu boshlaydi o'yinni. Hozir endi bunga baland tushdi. Bu boshladi birinchi bo'lib. Endi biz yuramiz. Bizga hozir 2-3 yuradi. Qarochi o'yinning qoidasi mana bu oqlar aylanib kelish kerakda, qora tomondan aylanib kelib mana pastga tushish kerak. Ama qoralar bo'lmasa, mana bunda aylanib borib oqning yonidan borib, mana bu yoqqa tepaga chiqish kerak, chap tarafga. Qarochi birinchi bo'lib o'tish kerakda, chiqarib tashlash kerak toshlarni. Qarochi o'yin davomida tushuntirib boraveraman qolganini. Ketdik bo'lmasa. Hozir bizga 2-1 tushdi. Mana 2-1-3 bo'ladi. Bitta qatorda 12 ta nima bor? Teshikcha bor. Ana endi 6-2 tushdi. Iloji boricha dushmanning oldini yopib borishga harakat qilish kerak, bo'lmasa sizni oldingizni yopib qo'yadi. Agar oldingizni yopib qo'ysa, siz toshlaringizni bu yoqqa o'tkaza olmay qolasiz-da. Ana o'zi men tomonga o'tib boshladi, tepaga ko'rdingiz? Ana shu yerlarni tez yopish kerak. 4-2-6 bo'ladi. Ana o'zini tarafini ham yopib boshladi, men tarafimni ham yopib boshladi o'zi. Menga 5-1 beryapti. 5 ni u yoqdan, 1 ni bu yoqdan yurib qo'yamiz. Ana o'zi pastni yopib bo'ldi pashti. Mana 5 bilin. Yursakmikan? Mayli. 5-1. O'tib qo'yaveraylik. Bu mana shu yerga uyg'ulga borib qolsangiz yomonda, mana bu oldingizni yopib qo'yadi. O ko'rdingizmi? O o'tdi o'zi nariyoqqa. O ana shu birinchiga borib tursa ana shu yerga. Keyin toshlaringizni o'tkaza olmay qolasiz. O'tkazasiz, kech o'tkazasiz-da, qachon oldingizni ochsa. Ana shunda. Bu sizni oldingizni o'zini toshlarini bu yoqqa o'tkazib bo'lgandan keyin ochishi mumkin. Bo'lmasa siz tepada o'tiraverasiz, bitta joyga toshlaringiz yig'ib. Ana shuning uchun mana shu pastga burchakka kelgan paytda u tepada bitta toshingiz turishi kerak, zapasda. O birinchi teshikda. Bo'lmasam ana shu yerda qolib ketasiz. Ancha vaqt. Bizga hozir 6-4 beryapti. Hozir 6-mizga ham bu yopib olgan, 4-ni ham yopib olgan. Endi bu 6 ni boshidan yura olmaymiz. Mana biz zapasda 2 ta tosh qo'yganmiz, ana shundan yuramiz endi. Xo'sh. 6-4. Agar sizning toshingiz 4-2 bo'ldi ana. 4da buni tosh turgan bo'lsa, 4ga siz yura olmaysiz. Ana shunday nimasi bor. Hozir 4-2-6 bo'lyapti. 6da ham buni tosh turibdi. Endi mana bu yerga 2 ni yuramiz eng boshidan. Keyin mana buni yonidagini olib bu yoqqa surib qo'yamiz 4ga. O'zini yonini yopib bo'ldi bu. Ana baxtdan kelib qoladi. Shunday har vaqtdan. 1 2 3 mana bu yoqdan bittani bu yoqqa yurib qo'yamiz. Mana 3 ta toshimizni bu yoqqa o'tkazib qo'ydik. Endi sekin bu yoqni yopib, buni ham oldini yopib borishga harakat qilamiz. Bo'lmasa endi bu teshiklarni ochmaydi bu. Agar bunga lar berib qo'ymasa, ochib bermaydi. 6-3. 6'miz yopiq, 3'imiz ochiq. Endi bu yoqdan 3 ni ustidan sakrab mana bu yoqqa o'tib ketamiz. 6ga 3 9 bo'ladi. 9 ga yurib qo'yasiz. O'zi men tomondan yopib boshladi bu. Yaxshi o'ynayapti bilan Android bo'lsa ham. Xo'sh, 4-2 bo'lyapti. So'kani sagin deymizda. Majburmiz mana buni 4 ga yurib qo'yamiz, mana buni 2 ga yurib qo'yamiz-da. Bo'lmasa o'sha oldimizga yopib bo'ldi bu. Mana ketishi вообще dahshat.
6 6'dan u yoqdan yuramiz, 3 ni bu yoqdan yuramiz. Уже bu men tomonga o'tib oldi. 3 4 3 4 3 ni bu yoqdan yursak, 5 ni ochib turamiz noiloj. Endi bu tezroq yopib yubormasa u yerni. Ana, уже yopdi bile. O'zi ana bo'lsa ham bile yaxshi o'ynaydi. 2 ni boshdan ana shu 2 ta 3 ta toshingiz lishni yurish kerak, bo'lmasa ana bo'lib qoladi-da. Toshlaringiz qolib ketadi. Xo'sh. Mana bu teshikni ochdi bu. Noilojlikdan. Endi buni ustidan mana bu yerga sakrab o'tamiz. Sirazi oldin yopishga harakat qilamiz. Xo'sh. 3 5 qilamiz. 5 ni yuramiz. 3 ni ham bu boshidan yurish kerak. Mana bu yoqda ham toshlaringiz qolib ketmasin. Agar toshingiz qolib ketsa, olib chiqishingiz qiyin bo'lib qoladi keyin. To'rni bu yoqdan yurib bo'lmaydigan qilib qo'yibdi. Короче, 3 ni yuramiz. 4 ni tepadan mana bu yerga olib tushamiz. Hozir ana shu ikkita teshikni ham yopishga voy bilan уже yopib qo'ydi. Mayli. Xafa bo'lmaymiz. Ko'ngilni cho'ktirmaymiz. Bu yog'ingizni yopsa, nari yoqdan yurish kerak. Agar nari yoqni yopsa, bu yoqdan yurish kerak. Xo'sh. Tepadan 4 ni yurib qo'yamiz. Уже buni toshlari bu yerga yig'ilyapti ana, o'ta olmayapti. Nimaga deganda ikkita tosh qoldi bu yerda. Ana shu ikkita toshning ustidan sakrab o'tadi. Meni toshimni ustidan o'ta olmaydi bu yerga. Men qildim men bunga o'tishga. Xo'sh, ana. Nari yoqdan 5 ga yurib, u yoqdan 4 ga yurdim. Ha, toshlarni olib o'tkazdi endi. Endi men bu yoqda buni hozir 6 ta tosh qoldi mana. Ana shuni o'tkazmaslikka harakat qilishimiz kerak biz. Mana bu 4 ta toshini, mana 4 ta sariq turibdi, ana shu 4 ta sariqning ichidan o'zini toshini olib chiqib ketishga harakat qiladi-da bu. Iloji boricha biz nari yoqqa o'tkazmasligimiz kerak. Bo'lmasa sizdan oldin toshlarni olib chiqib bo'ladi. Bitta joyga yig'yapti, bu yerdan olib chiqish qiyin bo'ladi-da bu toshlarni. Men oldin yopib qo'ydim, endi sekin o'tadi-da nari yoqqa. Biz ungacha tez-tez toshlarimizni olib kiramiz. Bittadan, ikkitadan tez. Yaxshi beryapti bunga toshni. O'zi robot bo'lsa ham biling. Xo'sh. Yaxshi. Ana 6-2 bitta toshimiz qolganda ana shuni olib ketamiz. Tez. 6-1. 4-5. Короче. İchkaridan 4 ni oldinga yurib qo'yamiz. Keyin mana bu tashqaridagi 5 ni ichkariga olib kiramiz. Qancha ko'p oldiroqqa yig'sangiz, shuncha o'zingizga yaxshi. Tez chiqarib tashlaysiz toshni. Xo'sh, 6-3 chiqdi ana baxtimga. 3 ni ichkaridan olib ketamiz. 6-3 qilib. O'zi yuradigan toshlaringizni ham ko'rsatib turadi boshida boshlagan paytingizda. Ana 5-1 qilib o'tib ketaverasiz. Ichkariga kiradi. To'g'ri. 6-4. 6-4 ni tepadan olib tushyapman mana. Ha, biz bundan tez ana qilamiz, xudo xolasa hozir.
Toshlarimizni chiqarib tashlaymiz. Hali buni toshi ko'p buni. Menda 3 ta tosh qolgan. Bu ichkariga kiraman deguncha biz toshlarni chiqarib tashlaymiz asta-asta. Ana o'yinning qoidasi shu. Bu pastdan turgan joydan tepaga aylanib shu yoqqa borish kerak. Bari tosh. Ana bizga 4 ta 5 berdi. Bu degani 4 ta tosh yurishga haqqingiz bor. Mana pastga 1, keyin ichkariga 1. Endi hozir ichkarida bizda 5 ta toshimiz yo'q. 5 ta buni tosh turganda ana ketdi. Shuni evaziga 2 ta yurdik-da hozir biz. Endi 6 4. Biz o'sha toshlarni chiqarib boshlaymiz. U hali ichkariga kirib bo'lmadi. Ichkariga kirmaguncha toshlarni chiqarishga haqqi yo'q. U kiraman deguncha biz o'sha chiqarib olamiz. 6 4. 6 da ham 4 da ham toshimiz bor. 5 4. Bizda 5 yo'q, 4 bor. 4 ni chiqaramiz. 6 1. 6 dan bitta chiqaramiz, keyin 6 dan pastga bitta tushib qo'yishimiz kerak. Hamma teshikda tosh bo'lsa beraveradi-da, bitta u yoqdan, bitta bu yoqdan. Endi baxtingizga qarab. 6 2 tushdi. 6 dan bitta chiqardik, 2 dan bitta chiqaramiz. 6 1. 6 dagi toshlarimiz tugadi, endi 5 dan chiqarib boshlaymiz. Endi 1 ni yurishimiz kerak. 1 ni 3 dan 2 ga tushirib qo'yamiz. Bo'ldi. Bunga hali 2 3 2 3 qilib olib boradi hali buni. Tirab olib boradi. 6 5 tushdi. 5 da ham 6 da ham toshimiz yo'q. 4 dan chiqarib boraveramiz. 3 1 3 1 ana shunday qilib 2 1 qilib olib borsa ham bo'laveradi unikini. 6 2 6 da ham bor, 2 da ham bor toshimiz ana. Ana shunday. Hali Damashniy Mars bo'lib qolmasa bo'ldi hali bu. Ha, yo'q, Damashniy qilmadi biling. Damashniy Mars qilsa yaxshiroq ball beradi-da. Mana bu Damashniy Mars degani o'zini uyiga kirib turib bitta ham tosh chiqara olmay qolsa ana shu Damashniy Mars deyiladi. Hozir bu prosta Mars bo'lib qoldi. Biz undan birinchi bo'lib chiqarib oldik. U tosh chiqarmasidan biz u chiqarib oldik toshlarni. Qarochi o'yinni tushundingizlar degan umiddaman. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa kommentariyga yozinglar, men tushuntiraman qo'ldan kelgancha. Bo'pti, bo'lmasa sog' va omon bo'linglar do'stlarim, akalar, ukalar. Ana bizga hozir 200 ball berdi. Mayli, qadrdonlar, jigarlar.